Assalamu alaykum. Dünyanın her qaysı joylariga tarqaqlashib o'ltiraqlashgan aziz Uyg'ur millatim, yaxshimisizlar? Men vatandoshlar Ablajon Leylnaman, Amerikadan so'zlayapman. Bugun 2022-yili 12-oyning 25-kuni yakshanba. Aziz vatandoshlarim, tunigun, ya'ni 12-oyning 24-kuni men Uyg'uriston Cumhuriyetçiler Partisi'nin xalqimizga sungan bir teklif loyihasi ve chaqiriqini izohlab bir videoluk söz qilgan edim. Vaqt munosabati bilan men uning ichidagi bir qism masalalarni nihoyatda yeshib, tafsiliy tushundirmaganligim uchun xalqimiz ichida nihoyatda cho'ng bir uqishmaslik yuz berganligini his qildik ve şu munosabat bilan men bugun yana har qaysingizlarga texmo nima uchun ba'zi bir so'zlarni ishlatganligimiz ve nima maqsadda ishlatganligimizni tushuntirib qo'yish uchun har qaysingizlarning oldiga chiqib yana so'zlab o'tiribdiman. Biz tuniginki, ya'ni 2022-yili 12-oyning 24-kunidagi videoluk nutqimizda nima uchun vaqtliq hukumat qurishning ne kadar muhimligi ve nima uchun hozirgi mevcut beşki parçalanıp ketken Sharqiy Turkiston surgundi hukumatini xalq yeni bir vaqt hukumatga avam xalq özlerinin saylash ve saylanishdan ibaret bu muqaddas huquqlarini işletip bir taldan bilet tashlash orqali bu vaqt hukumatni qurib chiqib, bunun bilan xalqimiz o'zi ishlaydigan ve o'zi qo'g'daydigan ve orqasida turadigan ve avam xalqimizga, Uyg'ur millatiga vakolatan xalqaroliq shartnoma ve kelishimlarga qonunliq imzo qo'yadigan bir vaqt hukumatning ne kadar muhimligini tushuntirib o'tgaydik. Undaqda bugungi tushgan savollarda, uqishmasliklarda bizga qo'yilgan mundaq bir qancha savollarga to'g'ri keldik. Uningda xalqimiz deydi ki, demak, biz bu vaqtli hukumatni qurish orqali hozirgi mavjud tashkilotlarni biroqla amaldan qoldiramdik, chunki ularmi bizning saylimimizga qatnashmaganligi yoki biz uning saylimiga ovoz bermaganligimiz uchun degan bundaq bir savol, yo'lliq savol o'tirib tushdi. Bununla berdiğin cevabımız, biz hiç kaçan barlık teşkilatlarını bütünley emelden kaldırımız demedik hem demeyimiz. Çünkü bizning davarımız, bizning inkılap ve küreşlerimiz xuddi 5 barmağımızga okşaş, 5 xil hareket ilip berişi ve vakti kelgende bir ideologiya arkalık jığılıp, bir muşqa ayınıp düşmanımızga qaqshatqush zarbi bermegi lazım. Onun için bizge her xil şekilde faaliyet ettirdiğin teşkilatlarının bo'lişi intayin ve intayin muhim. Ama bu teşkilatların reisleri ve ularning teşkili aparatı xalqimiz tarafidan ovoz berilip saylanmaganligi uchun ularning umumiy xalqqa vakolatan xalqaro sahnalardagi shartnoma ve kelishimlarga imzo qo'yish huquqi yo'q demoqchi biz. Onun için bular özleri 4-5 adam yığılıp öz içinden saylam ilip bağan bundak teşkilatlarının xalqimizga vakolatan, avam xalqqa vakolatan, onunla avazıga vakolatan men karar çıkarman deyish bu emelden kalsın demekçi biz. Meselen biz hazır dünyada bir kadar tonulgan, xalqara bir kadar tonugan, xalqimiz içinde hemme tonuydigan Dünya Uygur Kurultayı'nı misalga alsak, Dünya Uygur Kurultayı İngilizce Membership Organization şekilde kurulgan bir teşkilat. Bu digenlik özüge a'za toplaydigan ve öz a'zalardan a'zalık bedel pulu yığıdigan ve şular bilen birlikte iş hizmet ilip bardigan teşkilat digenlik. Şunun için bularning saylamlarını şu özüge a'za bo'lgan ve azalık bedel pulu töleyen kişiler tarafidan ip bardı. Bu kanunluk. Şunun için bular xalqimizning yillardan beri
bularning keynida mayli qanchalik norozilik bildirsin yoki qanchalik qarshilik bildirsin, hech pisand qilmasligidagi birdan bir asos bu. Chunki ularning xalq ichiga o'zining nomzodligini tashlab saylanish majburiyati yo'q. Ular o'zlariga a'zo bo'lgan ve o'zlariga bedel puli to'lagan a'zolarining ichida saylam ep berish huquqi bor. Buning uchun bular bu alayidligidan paydalanib xalq bilan hech kori yo'q. Chunki saylamga xalq aralashmasin bo'ladi. Undaq bo'lganken buning saylamiga xalq aralashmay o'ziga bedel puli to'lagan odamlar ve a'zolari bilan saylam ep beradigan bu undaq bir tashkilotning umumiy xalqqa vakolatan men xalqaro sahnlarda shartnoma ve kelishimlarga imzo qo'yaman deb o'ttirg'i chiqib, o'zini birdan bir Uyg'ur millatining eng qonunliq, eng huquqliq, eng oliy organi deyishi xato demoqchi biz. Hergiz Dünya Uyg'ur Qurultiyi degan bir tashkilotning bo'lishi xato, uning kishilik huquq, inson haqlari da'vosi elib berish xato deganlik emas. Buni oydinlashtirmoqimiz lozim. Bizga haqiqatan vatanimizdagi ahvollarni, kundalik ahvolni butkul dunyoga anlatib turadigan, xalqimizning navbatdagi siyosiy ahvolini, ijtimoiy ahvolini va navbatdagi irqiy qirg'inchilik ahvollarini to'xtamay xalqaroga anlatib turadigan va xalqaroning ishiklarini qiqib ichib, ularga da'vorimizni anlatib turadigan bundaq tashkilotlarga intayin ehtiyojimiz var. Bu kam bo'lsa bo'lmaydigan muhim tashkilotlarning biri. Ammo bu hammasi emas. Ama biz degandek bular o'zlarining a'zolari tarafidan ve a'zolik bedel pul to'lagan odamlar tarafidan saylanadigan bo'lg'achqa, bular umumiy xalq tarafidan saylanmaganligi uchun avom xalqqa vakolatan bir shartnoma kelishimlarga ve xalqaro yig'ilishlarga berib, umumiy Uyg'ur xalqiga vakolatan qaror berish huquqi yo'q demoqchi biz. Buni oydinlashtirmamiz lozim. Yani ikinci bir mesele, bizning Uyg'uriston Cumhuriyetçiler Partisi biz Sharqiy Turkiston sürgündü hükümeti ve onun xalqidan ayrılgan halda bir qancha kishilar tarafidan bangvoshlik bilan siyosiy axloqsizlik ve siyosiy bir xil xatolik bilan intayin tor mahkamachilik ichida qurilgan bu sürgündü hükümetinin vaqtning o'tishi bilan xalqimiz ichidagi va xalqarodagi o'rnini, qimmatini, sharpini yo'qotib, bugungi kunlikda 5 parchalanib ketdi. Shunga dushman bu 5 parchalangan Sharq Turkiston surgunda hukumatining ichidagi ma'lum birlarini ko'tarib chiqib, kelgusidagi xalqaro shartnoma ve kelishimlarga imzo qo'ydirib, millatimizning, xalqimizning zimin mustaqillik davosini setib o'tish ehtimoli bor. Uning uchun biz ciddi hareketga kelib, avam xalq o'zimiz bilet tashlash orqali bir vaqt hukumatni turg'izayli deb Uyg'uriston Cumhuriyetçiler Partisi biz Uyg'uriston vaqtliq hukumati qurish taklifimizni, loyihamizni o'tirg'a qo'ydik. Biz bu qitimki saylamni butkul xalq ovoz bergan, hamma xalqimiz to'plashib o'tiraqlashgan yezi, qishloq, shaharlarga, davlatlarning hamma yeriga sandiq o'tib, shu orqali xalqimiz rasmiy shaklda saylanish huquqidan foydalanib saylab chiqadi. Intayin kuchli bir demokratik asosda degankanmiz, u holda bu vaqtliq hukumatning ismining nim bo'lishini xalqimizning ovozi qaysi ismni ko'p ovoz bilan qo'llasa, biz uning orqasida turamiz demoqchi biz. Endi bizninki yana bir demokratik usulda o'tirib qo'yayotganimiz, bu qitimki vaqtliq hukumatga o'zlarini nomzod qilib ko'rsatgan shaxslar, mayli o dernek olsun, partiya olsun, hozirgi mevcut şu hükümetlerin içindeki kişiler olsun, kim bo'lishidan qat'iy nazar şu saylam prensipleri bo'yicha ular o'zlarini nomzod qilib ko'rsatish haq huquqlari bor. Bu hech bir cheklamaga uchirmasligi kerak. U vataniga osiylik, millatiga xoinlik qilmagan shaxs bo'lsa. Shuning uchun biz bugungi bu qo'shimcha tuniginki o'tirib qo'ygan videolik nutqimizdagi bir qism uqishmasliklarni ve tushuniksiz bo'lib qolgan o'rinlarni izohatlash uchun bu fikrimizni o'tirib qo'yib o'tdik. Endi bu yerda biz vaqtliq hukumatni qurish orqali hozirgi mavjud tashkilotlarni butunlay amaldan qoldiramiz deydigan bundaq bir shuar yo'q. Ham bundaq bir shuar mumkin emas.
Fakat demek olduğumuz xalq ichiga o'zining nomzodligini tashlab, xalq tarafidan saylanmagan har qanday tashkilotning umumiy xalqqa vakolatan qaror berish va hukm chiqarish huquqi yo'q demoqchi biz. Shuning uchun barliq vatandoshlarimizni bizning partiyamizning bu qitim o'ttirib qo'ygan xalqimizni safarbar qilib, xalqning kuchini va xalqning quvvatini ko'rsatish uchun avam xalqning saylanish huquqi orqali o'zlarining bundan keyingi millat buni sifati bilan o'z manfaatiga va istiqboliga munosabatli qaror va hukmlarni beradigan partiya, hukumatlar chuqum xalq tarafidan saylanib chiqqan bo'lishi kerak. Undaq bo'lmagan tashkilot va shaxs partiya va hukumatlarning xalqimizga vakolatan hech qanday bir xalqaro o'rinlarda xalqqa vakolatan hukm qilish va qaror berish huquqi yo'q demoqchimiz. Buning ichida Dunyo Uyg'ur qurultiyi bor. Demak, gapimizni xuloslasak, Dunyo Uyg'ur qurultiyi hozir intayin cho'ng o'tkazgan xatoligi to'vandikicha. U bo'lsa-mu, birinchisi o'zining nizomnomasidagi self determination degan bu so'zdan nomus qilish va uni xalqimizdan yo'shirib, o'zini birdan bir mustaqillik tashkilot qilib ko'rsatish. İkincisi, özlerinin bir membership organization, yani azalık bedel pulu toplap, şu azaları bilen saylam elip bardıgan bir teşkilat işgalligini yoşurup, onu umumi halkının birden bir ali organı biz dep yalgan teşvikat kılışı ve bu arkalık halkımızın işençisiga erişip, halkımız diğer yerden çıkanmagandan keyin intayin çoğun bir gulgula bir ziddiyatning ichiga kirib kelishi. Bu masalalarni biz o'ttirib qo'ymoqchimiz. Shuning uchun Dunyo Uyg'ur qurultiyi o'zining elib berayotgan kishilik huquq, inson haqlari va self determination, o'z taqdirini o'zi belgilash millatlarning bu prinsip bo'yicha ishlarini davomlashtiraversin. Ammo desinki, biz umumiy xalqning manfaati va uning istiqboli uchun qaror berolmaymiz. Çünkü bizni xalq saylamagan, biz a'zolarimiz tarafidan saylanganmiz. Biz bir tashkilot deyilish kerak. Shu chaqda bu masala hal bo'ladi. Shunga biz Dunyo Uyg'ur qurultiyining mana shundaq o'zlariga a'zolik bedel puli to'lagan va a'zolar bilan saylam elib boradigan bir membership, ya'ni a'zo qabul qilib, a'zo bilan ish olib boradigan bir tashkilot ekanligini anglatish orqali bunu umumiy xalqimizga vakillik qiladigan bir oliy organ emas. Bu xato. Shuning uchun Uyg'urlar jiddiy holda bir vaqtli hukumatini qurib, o'zining zimin, haq talab va mustaqillik davosiga ega chiqadigan va xalqi orqasi turib qo'g'daydigan bir vaqtli hukumatga ehtiyojimiz bor degan bu bir yo'lliq narsani anglatish uchun bu taklif va loyihani o'tirib qo'ydik. Şuna köpçülüknin düşenmegen bir kısım orunları bolsa, mana muşu qo'shimcha qilgan sözümüzden düşünülüşünüzlerini ve teximi düşenmegen yerinlar bolsa, to'xtamay biz bilan aloqalashingizlarni ve her xil medialardan foydalanib bizden savol so'rashingizlarni chin qalbimizdan iltimos qilamiz. Yana bir qitim eskartimizki, bizning partiyamiz hech qanday bir manfaatni ko'zda tutmaydi bu yerda. Faqat xalqimizning saylanish huquqini va Uyg'ur millatining o'z taqdirini o'zi belgilash uchun har qanday o'ziga vakillik qiladigan partiya, hukumat va tashkilotlarni cho'qim o'zining saylimi va o'zining ovozidan o'tkazishi, o'zining saylimi va o'zining ovozidan o'tmagan har qanday bir organning o'ziga vakolatan xalqaro sahnalarda imzo qo'yish va qaror berish huquqining yo'qligini bilib olish uchun biz bu huquqini xalqqa bermagimiz uchun o'tirib chiqdik. Xalqim, biz tunigimi dedik, bugunmi deymiz? Dunyodagi har qanday siyosat odamsiz mangmaydi. Sizlar bir millat bunu sifatinglar bilan, sizlar orqada turmagan har qanday tashkilot, har qanday organ u hech nega borolmaydi. Shunga bu huquqinglardan cho'qim foydalaninglar xalqim. Bu huquqinglarni cho'qim ishlatinglar. Biz uzun yıl komünist Xitoyning qo'lida qolgan bir asrga yaqin saylanish huquqimizni ishlatmagan millat bo'lg'achqa, biz o'zimizning ne kadar kuchli bir huquqning egasi ekanligimizni unutib qolgan millat biz. Uning uchun hali kechikmaymiz.
ziyanning nereden yansan payda şu deptiken konular. Şuna hele hem keçikmeyimiz. Derhal bu hukuklarımızı kolumuzga ilip bunu işletmegimiz ve bundan faydalanıp haqiqiy özümüzni to'g'ri yo'lga yetaklaydigan o'zimning hukumati deydigan bir vaqt hukumatni qurib chiqmagimiz lozim. Undaq bo'lmaganda hozirgidek 5-6 parchalangan Xitoyning zarbisi va suiqasdi bilan o'z millatining himoyasidan ayrilib qolgan mushundaq 5 ga bo'lingan hukumatlarning kelgusida dushmanimizning foydalanib ketishining oldini olmagimiz lozim. Şu münasebet bilan hammangizlarga Allohning go'zal salomlari olsun. Yaşasın büyük Uyghur milletinin ittifaqlığı. Yaşasın büyük Uyghur milletinin hemkarlığı. Köpçülük rahmet.